What's up everyone? IELTS speaking darajasida 6 dan 7 plyusga 2 hafta davomida osha olish yo'lini bilasizmi? Ya'ni bu mumkin. 2 hafta davomida buni o'zimga sinab ko'rganman va meni hozirda o'quvchilarim ham shu usuldan foydalanib yaxshi natijalarga erishyapti. Biz bilamiz, ko'pincha o'qituvchilar o'zining o'quvchilariga speaking oshish uchun YouTube'da TED Talk Daily va shunga o'xshagan videolarni ko'proq ko'rishni maslahat berishadi, shadowing qilishni maslahat berishadi. Bu albatta yordam beradi, to'g'ri, lekin bir minus tarafi ko'proq vaqtni olib qo'yishi mumkin sizda. Ya'ni siz videoni qidirishingiz kerak ma'lum bir topikka doir bo'lgan, masalan, environment, weather, ob-havo bo'lishi mumkin yoki books or music bo'lishi mumkin. Videoni topdik deylik, keyin siz 20-30 daqiqada ko'rasiz. Va ko'rgandan keyin oxirida siz oladigan narsa 4 ta 5 ta high level vocabulary bo'lishi mumkin va oxir-oqibatda qanaqadir kutgan natija bermaydi. Lekin videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga bu narsani qanday qilib 7 plyusda yuqori natijaga erishish yo'lini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bu 4 qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, siz high level, advanced darajadagi bo'lishi mumkin yoki upper intermediate darajada bo'lishi mumkin yoki ma'qul advanced darajadagi Cambridge tomonidan ishlab chiqarilgan General English textbook, ya'ni General English kitoblaridan birini olasiz. Nima uchun kitoblar muhim? Chunki u yerda sizga tayyor topikka, o'ziga, mavzuga doir bo'lgan chuqurlashtirilgan so'zlar bor, temalar berilgan, eng muhimi native speakerlar tomonidan aytiladigan audiolar berilgan bo'ladi va g'oyalar berilgan bo'ladi. Mana shu narsalar sizga juda vaqtdan tejashga yordam beradi. Ikkinchi qiladigan ishingiz, deylik, uch kitobda 12 ta unit bo'ladigan bo'lsa, har bir unitning ichidagi high level vocabulary, ya'ni yuqori darajadagi so'zlar, collocation, so'z birikmalari, idiomatic language ga doir bo'lgan so'zlar, ya'ni iboraga doir bo'lgan so'zlar, gap strukturalarini yozib chiqasiz. Unit, birinchi unit, ikkinchi unit qilib yozib chiqasiz. Va yozib chiqqandan keyin birinchi deylik unitni olasiz yoki zeriksangiz 5-unitdan boshlashingiz mumkin. Birinchi unitni deylik oldingiz, ichidagi o'sha yozgan so'zlaringizni, iboralarni yodlaysiz. Ya'ni bu aktiv yodlash bo'lishi kerak. Qisqa gaplar tuzasiz. ChatGPTdan misollar ko'rishingiz mumkin bo'lishi mumkin. Quizlar qilishingiz mumkin va albatta takrorlab review qilib yaxshi yodlaysiz uni. Keyin 3-etapi siz qiladigan ish bu shadowing. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Har bir o'sha unitda audiolar berilgan bo'ladi. 1 minutdan 3 minut, 4 minut atrofida videolar berilgan bo'ladi o'sha topik, mavzuga doir bo'lgan. Har bir deylik birinchi unitda birinchi audiosini olasiz va uni eshitasiz. Eshitda chunk by chunk, ya'ni guruh-guruh qilib yoki sentence by sentence, gapma-gap qilib uni shadowing qilasizlar. Shadowing qilib tushunib, qayta-qayta o'zi qanday aytgan bo'lsa, shunday darajada olib chiqishga harakat qilasiz. Va shunda siz tone, intonation, pronunciation, talaffuzi, rhythm, tezligi va qanday talaffuz qilish usullarini yaxshi o'rganib olgan bo'lasiz. Va endi oxirgisi 4-inchisi, siz eshitgan audioingizda o'zingizga 2-3 marta gapirib berasiz. Va gapirish davomida o'rgangan o'sha high level vocabulary so'zlari, struktura, ya'ni iboralari qo'llagan holda 2-3 marta gapirasiz. Bunda sizda ham talaffuzingiz, pronunciation oshadi, lexical resource, ya'ni til, so'z bilan bog'liq bo'lgan boyligingiz oshadi, gapingiz oshadi, ritm oshadi va xuddi siz ingliz, native speakeringiz qanday gapirsa, xuddi shunaqa gapiradigan darajada chiqishingiz kerak bo'ladi shu vaqtda. Va albatta bu narsaga erishasiz. Va xuddi shu narsa 2-audio, 3-audio, 4-audio qarab ketaveradi. Birinchi unit tugadi va keyin ertasi kun 2-unitga o'tsangiz yoki vaqti bo'lsa, o'sha kunning o'zida 2-unitga yana so'zlarni yodlash, o'rganish, yana audio ishlab, talaffuz shadowing qilib, o'ziga har bir audiodan keyin gapirib berish kerak bo'ladi. Va yana qo'shimcha maslahat, bu mashinada bo'lasizmi, ko'chada bo'lasizmi, o'sha audiolarni qaytadan eshitib, tezgacha eshitib yursangiz, bu sizga praktika bo'ladi, yana o'rganishingiz kerak bo'ladi. O'rganishingizga yordam beradi. Xo'sh, mana shu usullarni qo'llasangiz, siz testga kirgan paytingiz avtomatik tarzda javob bera olasiz. Chunki sizning so'z boyligingiz o'ta kuchli bo'ladi, gap strukturangiz kuchli bo'ladi
intonatsiya, ton xuddi inglizlarga o'xshab tez ritmga tushib gapira olasiz va eng muhimi bo'lgan bu g'oya, ya'ni ko'p kishini qiynaydigan g'oyaga ega bo'lasiz. Ya'ni misol uchun birinchi unitda musiqa haqida tema ketgan bo'lsa, siz aynan musiq deb gapirishdan cheklanib qolmaysiz. Siz musiqani odamni emotionally, ya'ni ruhan qanday ta'sir qiladi, physically, jismonan qanday ta'sir qiladi, at work, ishda qanday ta'sir qilishi mumkin, yoki qanday qilib odamni motivatsiya qilishi mumkin, yoki kreativ bo'lishga qanday undaydi musiqa, yoki g'amginlikdan qanday chiqarish mumkin musiqa. Shu narsalarni chuqur musiqa haqida o'rganasiz. Ertaga sizga savol kelib qolganda, do you like music deb savol kelganda, yoki musiqa turlari haqida savol kelganda, siz hech kim javob bera olmaydigan, ayta olmaydigan unik, ya'ni noyob bo'lgan g'oyalarni eng zo'r so'zlar bilan qo'llab, tez avtomatik tarzda javob bera olishingizga aniq bu narsa yordam beradi. Qo'llab ko'ring shu 4 ta usulda va ertaga menga rahmat deysiz. Sog' bo'linglar.